Salam güzel qizlar, yaxshimi? Bugungi videomda bo'lsa, mana o'xshash suzma qilish usulini olib keldim. Chunki nurg'un qizlar mendan suzmani qanday qilsiz, qanday tayyorlash usuli bormi deb so'rganlik uchun men ba'zida ovoz orqali tushuntirib deb berdim. Shuni yana shu video tartib tushuntirishni loyiq ko'rdim. Oldi bilan bir chinning ustiga mana o'xshash takini sevamiz. Bu takilarlikqa oshxona bo'yimida sotgan do'konlarda bor ekan-ku. Manta deganlik tomoqlarni aytganda hozir qasqanning ustiga mushuna qo'yiblam ishlatadigan mushtak shu. Yoki bo'lmasa o'zinglarlik bozordan olgan dakal bo'lsin bo'ldi. Dakining ustiga mana o'xshash yerli qatiqni to'kib bo'lgandan keyin andin pechurda og'zini mahkam bo'g'ib, andin ustidan ortiq chiqqan qismini yana chigib olamiz. Chigib mush chekkaganga bir tal cho'kini o'tkazib qo'yamiz. Shuning uchun chigib olamiz. Endi mushni taraf to'g'dak, andin asti pastga taqishib qolmoqdak holatda bir narsa tepib esib qo'ysanglar bo'ladi. Buni to'nglatquga yoki bo'lmasa yaxshi shamol o'tiga qo'yib qo'ysanglar, atsi mushuni o'xshash suzum bo'lib chiqadi. Buni urug'layotgan vaqtimizda suzum yesak bo'ladi. Tayyorlash usuli oddimga undaq bo'lsa sizlarni cho'qim sinab yiqinglar. Urug'layotgan shundaqlar badan yig'ilini kontrol qilayotgan qizlar xotirjam yesanglar bo'ladi. 来抖音极速版看视频领现金。